Insonlar o'limiga sabab bo'lgan jonzotlar top 10 taligi. Siz aniq birinchi o'rinda qaysi jonzot turishini bilmaysiz. 10-o'rinda sherlar. Dunyo bo'yicha yiliga 250 ga yaqin odam sherlar hujumi tufayli vafot etadi. Aslida sherlar vajohatli ko'ringani bilan kamdan-kam holatda odamlarga hujum qiladi. 9-o'rinda begemotlar. Yiliga 500 ga yaqin inson Afrika begemotlari hujumidan halok bo'lishadi. Ular suvda suzayotgan qayiqlarga va odamlarga to'satdan hujum qilishadi. 8-o'rinda fillar. Yiliga 600 odam. Ulkan va baquvvat bu hayvonlar o'z hududini himoya qilishda o'ta vahshiylashadilar va hech kimni ayab o'tirishmaydi. 7-o'rinda timsohlar. Yiliga 5000 ga yaqin insonlar timsohlar hujumidan nobud bo'lishadi. Nildagi vahshiy timsohlarning hujumidan qutulish uchun odamlarga hech qanday imkoniyat qolmaydi. 6-o'rinda parazitlar. Yiliga 60 ming odamlar tibbiyoti uncha rivojlanmagan davlatlarda parazitlar og'ir asoratlar bilan inson o'limiga sababchi bo'lishadi. 5-o'rinda shilliqurtlar. Yiliga 200 ming insonlar shilliqurt ichki organlariga tarqatgan shistosomiz kasalliklari tufayli vafot etadi. 4-o'rinda itlar. 99% quturgan itlar tufayli yiliga 50 ming inson yorug' dunyo bilan xayrlashadi. Bu holat asosan Osiyo va Afrika davlatlarida ko'p kuzatiladi. 3-o'rinda ilonlar. Yiliga 138 ming insonning ilon chaqishidan yostig'i quriydi. Qora mamba va shunga o'xshash zaharli ilonlar har soatda odamlarni chaqishadi. Afsuski zaharni kesuvchi dorilar hamma joyda ham yetarli emas. 2-o'rinda odamlar. Yiliga 500 ming kishi. Qotillik, urush va avtohalokatlar tufayli odamlar dahshatli reytingning 2-o'rniga chiqib olgan. 1-o'rinda chivinlar. Yiliga 725 mingdan oshiq odamlar infeksiya tarqatuvchi mitti hasharotlar tufayli malariya, lixoradka, dengi, zika va shu kabi yuqumli kasalliklar rihlatga ravona bo'lishadi. Keltirilgan qaysi fakt sizni hayratga soldi? Izohlarda qoldiring.